Bu Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanining Oxin Boboyev Pakandi qishlog'ida 6-maktab. Mana ahvol bu. Mana mashinalar o'tayotgan ahvolni ko'rasiz mana. Bolalarda o'tishini qarang. Na peshxot bor bu yerda. Istaganga maktab oldi mumkin, mana mashinalar o'tishini qarang. Ha, bu bolalar qayerdan yursin bu bolalar? Mana mashinalar qo'yib qo'yganini qarang. Bu maktabdan chiqqan bolalar qayerdan o'tadi? Mashina taydan o'tadimi, oldidan o'tadimi? Ha, ahvolni qarang. Stanga qo'ydi, latakni yopib, mana shu yerda latak bo'lgan oldi. Mana. Bu tomonga tosh qo'yib qo'yibdi. Mana mashina qarang, suvni qarang, suvni. Mana bola bechiralar qarang. Bular ustiga suv sachiramaydi bu aka. Ana, bu yerda hech kim nazoratchi ham yo'q bironta bizlarning maktabimizda. O'tinglar, tez o'tinglar, mashina kelmas. Rasmni tushiryapsizlar. Ha. Hech nima ekan yerda latagimiz bor, mana latakni stenga yopib tashlagan. Mana mashina tezligini qarang. Mashina tezligini. O'tadi bu endi ashta o'tadi. Mana bu yerda latak bor. Mana latakni mana stenga qilib ko'mib qo'yibdi mana. Mana qoch. Mana ahvol. Mumkinmi? Mashina stenga qilib qo'yish maktab darvozasini oldiga. Mana shu 6-maktabda biz hali ko'rmaganmiz, umuman bir nazoratchi turib, bolalarni o'tkazib qaytarib qo'yganini, mana. Mana ahvol. Nega mana qo'yib qo'yibdi? Mana bu maktabning eshigidan mana 5 metrgina bu yoqda mana. Mana. Mashinalar nola chetdan o'tadi mana.